Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim. Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmonov Muzaffar Mahmudovichman. Hurmatli yurtdoshlarim, mana bu joy bizning Dang'ara tumanimizning maktab va maktabchi ta'lim tizimining boshqarma boshlig'ining rahbari o'tiradigan bino. Hurmatli yurtdoshlarim, menga bugun Dang'ara tuman kambag'allikni qisqartirish, bandlikka ko'maklashish bo'limi tomonidan menga shu tumanimizning 48-sonli bolalar bog'chasiga qarovullikka yo'llanma berishgandi. Lekin men bu yo'llanmani olib, biz o'zimizning Dang'ara tumanining Qiyali Qo'rg'oncha qishlog'iga borib bir ish so'radim. Lekin o joyda menga o'sha yerda rahbarim deydimi, direktor deydimi, biz tilda mudir deydimi bilmayman, bir erkak kishi. Bizda o'zi ayollar bajaradigan joyda erkak kishi boshqaryapti, mayli endi uni diplom mutaxassis to'g'ri kerak. Sabab mana shu joydagi rahbari menga ish o'rin yo'q deb mana qo'limga asosli hujjat qilib berdi. Buni men endi bu murojaatimni Farg'ona viloyat maktab o'qituvchi ta'lim boshlig'i Sherzod Dolimov Hoji aka, siz ham yaxshi e'tibor bilan eshitishingizni so'rayman. Qolaversa maktab o'qituvchi ta'lim rahbari Hilola Umarova, siz ham buni e'tiborga nazoratga olishingizni so'rayman. Sabab bu maktab va maktabcha ta'lim bizning Dang'ara tumanidagi bu boshqacha yozib qo'yilgan. O'zi aslida o'tda yonmas, suvda cho'kmas degan tashkilot mana shu bo'lish kerak. Sabab bu joyga ham men ayolimni bir necha marotaba murojaat qilganimdan so'ng bular 4 yildan keyin murojaatimni qabul qilib ishga olgan. Lekin bu joyda hozir biz Dang'ara tumanining rahbari Almardon Sadiqov boshqaradilar. Lekin bu Almardon Sadiqov bilan ham men bir necha marotaba sud jarayonida bizni bir-birimizni kelishmovchiligimiz bo'lgan. Lekin bu holat bo'yicha Almardon Sodiqov ham xodimlarning hujjatlarini o'zlashtirganini, hammasini ayon qilganlarini bizni Dang'ara tuman hokimi Sho'g'rajon Tojik Hakimov ham eshitishgan. Lekin bu meni murojaatim Hilola Umarova. Men shaxsan sizni qabulingizga, huzuringizga kiraman. Sabab bu Almardon Sodiqov bu Sherzod Shermatov sobiq vazirning davrida ishga joylashgan odam. Qolaversa bu men aytmoqchi bo'lgan narsam mana bitta ish o'ringa ish o'rin yo'q deyapti. Lekin bandlikda ish o'rin bor. Lekin men 48-sonli bog'chaga borib mana yo'llanma bilan keldim desam, bu narsa yo'q deyishdi. Lekin bu holat bo'yicha men bu Dang'ara tuman maktabchi ta'lim boshlig'ini Almardon Sodiqovni qabulga kirib bu narsani ham tanishtirib, hamda suhbat bilan o'tkazdim. Men demoqchi bo'lgan gapim, bu tashkilotga ko'chadan keladigan odam ishga kira olmasa kerak degan taxmin keldi. Sabab bu narsa men boshimda ko'p marotaba o'tgan. Xuddi shu joydagi tashkilotda ham meni bu maktab o'qituvchi ta'lim rahbarining haydovchisi mast holatda, pravazi mahrum bo'lgan holatda ham tashkilotni boshqargan. Lekin bu holatga ham hech qaysi kerakli Farg'ona viloyat maktab o'qituvchi ta'lim boshlig'i Sherzod Dolimov, Hoji aka, siz ham e'tiborga olmagansiz. Lekin mana bu holatlarga kim, bu holatga nima oydinlik beriladi bilmam. Mana yo'llanma ham o'tmasa. Endi bu holatga bizni tuman hokimimiz Sho'g'rajon Tojik Hakimov, siz ham bunday joningizni jonga berib bu maktabchi ta'lim rahbar tashkilotlarini ham xatti-harakatiga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Lekin menga mana yana qaytaryapman. Yo'llanma bor, lekin javob yo'q. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlarim, men bu holat bo'yicha yana yakunini kutib, bu qolgan holatlarni keyingi efirimda yoritib boraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.